Assalamu alaykum hurmatly YouTube görüşçüler. Jana şunday bizning kanalda qatnashuvchilar. Manda kunimizlar menen hazır no torpaqlar 27,5 mingdan aylandi. Az biz qo'y bozorga keldik. Qo'y bozordan chiqib. Başlayla. Sizlerdi-ku? Optum bağda 50 baş var. Reklama qilib chiqadi. Videonun başlanışında mana şuradan başladık. 50 başa. Qo'z qo'chqorlar bu. O'shunda 20dan beri yopdim. 20 mingdan ha. Erkek qo'z qo'chqorlar ekan, qizil, qara ko'rdingizlar. Nomerni ayting. Telefon nomerini ayting. 0505 57 56 65. Bular qay joqda turadi hozir? Soquluq Chatko'l ekan. Yaxshi. Ovada. Nice. Ta, buni qo'zlar bor ekan, jashiroq. 50 baş. 2 yıldan devamlı da. Ha, 50 baş ekan mo'g'lar da. Oh, qarmag'ingiz ha. 9 mingden optum. 9 mingdan dün bahasa. 50 baş. Satamında ko'ringizlar. Tak. Bu aralash paradoks ayta. Arada svet var. Qara, qizil, sarı. Buna olsa. Tak. Dedi arkası kaşa Torda turgan bu. Yaxshi. Nomerni ayting. 9 mingdan. 0709 09 06 31. 09 06 31 deydi. Kunjelesi dedi. Ne yaxşı. Tuğanlar bazarının kirevesinde buna ak, doyne, süt bağıtında echkiler turadi. Hazır sodalaştı, sodadan keyin videonu başladım. Assalomu alaykum. İşler bo'ldi? Yaxshi, ha? Buna iki echkini qarmabsiz, birisi to'qol, birisi muyuzli. Aq echki, doyka shunday. Doyne echkilar. Qanchadan deb otasizlar? Siz tushgan jo'qsiz? 8'den 6 jardan. Çoğun echki 8'den, bular 6,5dan deydi da. Sağıp ko'rmadingizmi? Qancha litr süt beradi? 2 litr. Yaxshi. 2 litr ekan ha. Tekeler turadi. Qancha qara teke? 7 ming. Pulchi bu? 3,5 ming. Bular ulaq adayadan tatganda. Yaxshi. Çoğun tekeler satıldı o'xshaydi ulaqa deb. Bunda hem bazarın bu başlanışı kirip bir ret bağlar tanıştırabız. Görüngüzler biz bundan burunqu çıkarılışta jalan porodalı qo'ylarni çağıldır ötkönlük. Bunun üstünde biz emis jönököy qo'ylarni aralashtirib o'shalarga basım jasaymiz. Qanday bağda bo'ladi? Bu muyuzli qo'chqor turadi. Menimcha semiz o'xshaydi. Semiz ekan. Qancha so'radingiz buga? 9,5 ming so'm turadi. Bolori. Mana shunday. Semiz ekan. Meni qarmab ko'rding? Oho, teke buna, ulaqa teke. Qancha deb otasizmi? 8. Ulaqchilar kelsa qanchaga bermay qo'ydingiz? Ulaqchilar kelganda 6,5 ga bermay qo'ydim. Yaxshi. Hozir 8'den 300 tushum. ulaqchilar hozir ulaqa teke topmay qiynalib ketayotgan kezi. Yaxshi. Vet desang vet bor. Ko'rdingizmi? Yaxshi. Alamonga chavorasizlar mana shunday tekelarda. Qo'zlu qo'y ekan. Ko'k qo'zisi meni. Assalomu alaykum. Qancha so'radingiz buga? 19 ming so'm. Qo'zisi meni, ha? Yaxshi, qancha tish qo'y? Tishi qancha? 4 tish ekan, ha? Ikkinchi balasi demak ular. Yaxshi, 19 ming so'm so'radi. Qo'yina. Bu qizil qo'ydi 12 ming so'm qolibdi. Shunaqa qoldi. 12 ming so'm. Biz yo'l tartaveramiz. Tak, buni semiz qo'ylar bor ekan. Qancha so'radingiz? 13 ming so'mdan ekan buna semiz. Qara qo'y, qizil qo'y, quyruqli. Bozorda necha? Qo'chqor sezon kelelek, biroq qo'chqorlar chiqib turadi. Qancha so'radingizlar buga? 35 ming so'm. Chuydin gisari ko'rdingizlar. Quloqlari o'rta. Gisar emasmi bu? Qancha? Edil bayarlashmi? Edil bayarlashmi? Demak, simashni qo'chqor ekan-da. O da o'sha quloq o'rta kelib o'tmaymi? Yaxshi. Qo'yni qancha so'radingiz? 15 ming so'm. Qo'zisichi? Yo'q, nima o'zingchi? Ha, o'zingchi. Seniki bo'l. Sen qancha so'rading? 9,5 ming so'm. Qanchalik qo'zi bu? 2 oy. 2 oy bo'lib qoldi deymi? Ko'rdingizlar, 9 ming so'm deydi. 1 yildan keyin 50 ming deydi. Tak buni qo'zlar so'raylik.
Qancha so'radingiz taqsir? 15 bo'lishi. Bular 15 deydi. Gördüңүздөрбү? Muna toqtular o'xshaydi. Toqtularmı bular? Ekiş ha? Ekiş 4 6 deydi. Bunu gördüңүздөрбү? Muna qo'ydi. Muna ekiş o'xshaydi ha? Jaş ko'rinib turadi. Qanchadan so'radingiz bularni? 19'dan so'radim. 19 ming so'mdan ha? Yaxshi. 17'den bermedim. 17'den bermey qo'ydingizmi? Oho. Hozir buni qizil qo'ylarga sпрос o'ta qattiq ketadi da. Hozir naraqa barsаңыздар 50 ming degендер chiqadi. Ha mana boshtalib qoldi. Qo'ylarni ko'rdingiz, belita qo'ylar. Ova, siznikichi qo'chqorga qancha so'radingiz? Qo'chqor 25. 25. 25. Menga bunalarni aytib qo'yib. Ayting. Buna to'qta ekan. Buna buchmal. Buchmal ha? Buchmal 11,5dan. 11,5. Jilanyasi bor odamga shart 11dan berib turgan yerim bor. 11dan berib turgan yerim bor. Siz qattiq sotadi ekansiz. Qattiq sotaman. Mo'g'ach. Buga qancha so'radingiz? Bu ham 11,5. Bu da 11,5. Bu ham 11,5 dedingiz. Qayoqdan bo'ladi, shuni aytingiz. Bu ham 11,5. Buni nega? Buyurga. 25 ming so'm ko'rdingiz. Furanni tugatdingizmi o'sha? Qachon furanni ko'rsatib qo'yingchi. No furanni tugatib siz qattiq sotadi ekansiz. Bu ham 25 deb qattiq sotadi ekansiz-chi. Men qaysi kanalda ko'raman? Kunjeles degan. Kunjeles. Ova, ko'rdingizlar-a? Qachon chiqarasiz? Bugun kech chiqadi. Mana kelishgan qo'ylar. Ularni qancha so'radingiz taqsir? 26 ming ha? Yaxshi, arzon ekan. 50 ming deb cho'chib ketdim men. Ozdan qo'rqib kelatdim men. 26 ming so'mdan. Bozorni olib ko'rdingizlarmi? At bozor bilan qo'y bozor yaxshili. Uy bozorni ko'rsangizlar cho'chuysizlar. Tuğanlar cho'ng qizil qo'ylarga sпрос qattiq ketadi. Qimmat bo'lib o'tadi. Tekiga qancha so'radingiz? Tekiga 11 ming so'radim. 11 ming so'm. Ulaqchilar qancha baho berib ketdini? Ulaqchilar baho bera olmayapti. Qo'rqib o'tadi. Az ulaqa teke topmay qiynalib ketdi-da barini. Teke qimmatlab ketdi. Semiz teke. Dadil. Olomonga chavastar. Voy voy. Aqsaqal bu echkiga qancha so'radingiz? Echkiga 10 so'radim. 10 ming so'm. Sizga aqsaqal o'zi echki mezanmasi dedi. Sizchi qo'zg'ashqorlargachi? Qancha deysiz? 12dan. Urg'achlar. 12 ming urg'achuva. Aha, qo'shqorga o'xshash ekan. 12 ming so'mdan yaxshi. Arzon tug'anlar. 2-3 oyliqlari 9 ming, 10 ming deb ko'rdingizlar, to'g'rimi? Arzon olib qo'yingizlar, tem bo'lib to'qdi ekan. Siz qancha so'radingiz bularga? 8,5 ming so'mdan mana. Ikki qo'z ekan. Urg'ach o'xshaydi. He. Tak. No, qo'zlar kelishgan qo'zlar ekan, ha? Siz qancha so'radingiz bularga? Qo'squmiman bu. 9 deysizmi? 10, 14. Qo'ylar o'yle ko'tarildi. O'yle ko'tarildi. Qancha deb o'tadi ekan bular? Qancha deb o'tasiz? 12dan so'radim. Erkak ha? 12 ming so'mdan qo'zg'ashqorlar. Yaxshi ekan-da hali. Ha. Qancha qaldingiz? 10 ming qaldingiz-ku shuni. Yaxshi. Qaysi nima? Kunjeles degan. Ovada. Qanchadan deydi? Qo'zg'on qo'ylar ekan-a? 25 mingdan deydi. Qara qo'ylar, jaydari qo'ylar. Qo'zlarni ko'rdingizlar-ku? Siz semiz qo'yingizchi? 9. Bu 9 ming so'm. Qo'zg'ashqor ekan. Oq qo'ychi oq qo'y. Bu 13 ming so'm ekan-a? Satib birov qoldi aqsaqal. Buni qancha deb o'tasiz? 9 ming so'm. Qanchani sotib berdingiz? Ikkovini? Yaxshi. Foyda qoldimi? Aqsaqal ikkinchi sotib tur, uchinchisi qolib tur. Andağı sotib olsin buyursa. Ke sharoiting qanday? Yaxshisin. Tak, buni yaxshi qo'ylar ekan-a? So'rayin. Semiz qo'ylar ekan. Qancha so'radingiz aqsaqallarga? 18 ming so'mdan. Yaxshi qo'ylar ekan. Bozor shunday tug'anlar. Ko'rdingizlar-da. Mana jaydar qo'ylar dag'i. Qanchadan so'radingiz bularga? Bunisidan 9 so'radim. 9 ming so'm. Charva qo'ylar.
Çarba koylar. 11'den sürüp atam, ondan verem. Ondan koylar. Arzan sürüp atat ekensiz. Birinci yol arzan kezikti. Снимай быстрее. Daha iyisi. Pazarın sonuna gelip aldık. Tak tuğanlar, dün bağda koyalım degenler nazar salыңыздар buna. 20 koy var eken, bunu otorda oturgan 10 koy boz. Maşinanın üstünde 10 koy kozları menen. 20 koy dün bağda satılat deydi. Heysi ben canımda, hazır bizge telefon nömerlerini aytat. Tuğ atat hazır ha? Tuğ atat, onu tuğdu. Kayakın koylar ошондо? Беловский koylar. Беловский koylar. Жайдары koylar ha bular? Жайдары koylar. 2 tiş, 4 tiş yaş koylar. 2 tiş, 4 tiş. Buna koy kılam degenler çalıyorsunuz. Nomerdi aytın. 770 0770 67 67 dağın 67 Dağı 67 99. 99 WhatsApp var mı? WhatsApp şul nomerde. Бар eken. Kançadan bol kılattılar bağlar? Bazını söyleşebiz. 14'ten sürüp atam boğazlarga. Tuğan koylarga 16'dan. Tuğandarga 16, boğazlarga 14'ten sürüp atam dedi. Demek söyleşesiz. Buna o koylar tuğanlar. Kozlar mına. Men bazarın sonuna geldim tuğanlar. Demek bir retten tandap көрсөтүп öttük. Bарын ele basını aytып öttük okşoyt, türlü kılıp. Endimizde salamatda kalыңızlar. Bizden videolar bas kommentariy kaldırıp, жақындарыңыздармен bölüştürüңüzler. Kattar lekler kattalып koyuңuzlar.